Xuddi qishloqda internet yo'qdek, dedi. Tizim ishdan chiqqan, yordam kelmaydi. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Klausga tezda shtabga xabar berish buyurildi. Noel esa bechora Astani o'ylab, o'zini qo'ygani joy topolmayapti. Nargi tomonda yarim tun quyosh ko'zi. Bazasida haqiqiy razbor ketyapti. Chandiqli yigit Redisni rosa so'kdi. Sen o'z boshimcha hamma rejani buzding. Lekin Redisga bu gaplar devorga aytilgandek. U faqat zombilarim sindi, o'yinchoqlarimdan ayrildim deb nola qilyapti. Ketrin xolani ushlab olishdi. Redisga bu ham baribir. Valtus Salliga Astani bu yerga olib kelma, o'ldir dedi. Salli esa haqiqiy maniak. Yo'q, men uni o'rganaman. Ichini ochib ko'raman deb turib oldi. Chandiqli xo'jayin kelmasdan uni tinchitish kerak. Bo'lmasa hammamizga gap tegadi deb buyruq berdi. Redis xursand. O'zim o'ldirib yangi zombi qilaman deb sakradi. Shu payt Asta ko'zini ochdi. Salli unga yopishib, "Xo'y bola, sheriklarimga ayt, seni kesib ko'ray. Ichingda nima bor ekan?" deb qo'rqityapti. Asta tushundiki, bu ketishda tirik qolish qiyin. Qochishga esa mador yo'q. Ular Astani sudrab ketmoqchi edi. Birdan vahima, sehrli qirol Juliusning o'zi paydo bo'ldi. Hamma shokda, og'zi ochilib qoldi. Chandiqli unga tashlandi. Lekin Julius bir harakat bilan hammani muzlatib qo'ydi. Hech kim unga tega olmadi. Bu qanaqa dahshatli kuch o'zi. Julius dushmanga qarab baho berdi. Hammasi kuchli bolalar ekan. Hammani birdaniga urish erish tuyulyapti. Balki orangizdan bittangiz tirik qolishni xohlarsiz. Kim ko'ngilli bo'ladi, deb ustidan kuldi. Anavi yarim tun quyosh a'zolari buni eshitib, tutab ketishdi va hammalari birdaniga tashlandi. Lekin Julius xuddi arvohdek g'oyib bo'lib, keyin esa yana paydo bo'lib, ularning ko'zini shamg'alat qilib tashladi. Hech kim uning harakatini ilg'ay olmadi. Birdaniga orqadan paydo bo'lib, "Vaqt sehri, chronostazis" dedi va hammani vaqt pufakchasiga qamab qo'ydi. Tamom, endi qimirlay olishmaydi. Julius, o'ylaganimdan ko'ra kuchsizroq ekansizlar. Endi shu yerda abadiy qotib turaveringlar, deb masxara qildi. Astani ko'rib, "O, sen bilan shu yerda ko'rishamiz deb o'ylamagandim", dedi. Asta esa og'zi ochilib qolgan. Qanday qilib bunday kuchli dushmanlarni bir zumda yengdi? Julius unga yaqinlashib, "Yaxshilab qara bola Asta. Sen orzu qilgan sehrli qirolning kuchi mana shunaqa bo'ladi", dedi. "Agar eng kuchli bo'lmoqchi bo'lsang, bu hali boshlanishi ukam." Julius Astaga qo'lini cho'zdi, lekin uning kuchi shunchalik dahshatli ediki, Asta bosimdan qaltirab qoldi. Lekin o'ziga o'zi, "To'xta Asta, qo'rqma, o'zing turishing kerak", deb buyruq berdi va zo'rg'a oyoqqa turdi. Julius ana muzatilingan dushmanlarga qarab, "Sizlardan so'raydigan gapim ko'p. Ayniqsa bazangizdagi toshdagi yozuvlar haqida", deb o'yladi. Lekin ular vaqt ichida qotib qolgan, gapira olmaydi-ku. Mayli, hammasini poytaxtga olib borib, choy ustida gaplashamiz, deb endi ketmoqchi edi. Birdaniga orqadan shunday kuchli nur paydo bo'ldiki, Astaning ko'zlari ko'r bo'lib qolay dedi. Bu nur ichidan kimdir chiqib keldi. Bu yana kim bo'ldi ekan-a? Nur tarqalgach Asta qarasa, dushmanlar yo'q, g'oyib bo'lishdi. Julius hayron. Qoyil, kimdir nur sehrini ishlatib, mendan ham tezroq harakat qildi-ya. Bu dushmanlarning boshlig'i oddiy odamga o'xshamaydi. Julius ham buni tan oldi. Lekin baribir epchilik qilib, bittasini ushlab qolishga ulgurdi. Shu payt Marks aloqaga chiqib, "Janob Julius, qayerda yuribsiz-a? Nega telefonni o'chirib qo'ygansiz?" deb vaysashni boshladi. "Uzr, sal band edim", deb bahona qildi. Marks esa vahima bilan, "Tez yetib keling, kapitan Fuegoleon ahvoli juda og'ir", deb baqirdi. Poytaxtda hamma xavotirda, himoya tiklandi. "Bizning do'mboq hamon, yuringlar Astani qutqaramiz", deb taklif keltirdi. Lekin qayerga borishni hech kim bilmaydi. Klaus esa, "U tentakka o'lmaydi, qaytib kelsa boshiga bitta uraman", deb turgandi. Shu payt hamma osmonga qaradi. Sehrli qirol Astani ko'tarib qaytib kelayotgan edi. Mimoza va Noelli Astani ko'rib xursandligidan do'ppisini osmonga otay dedi. Lekin Noelli baribir o'zining qimmat xarakterini ko'rsatib, "Men seni kutgandim", yo'q deb yuzini burib oldi. Klaus esa yugurib keldi. "Tirikmisan tentak?" deb hol ahvol so'radi. Aslida uning boshiga bitta urmoqchi edi-yu, lekin tirik qolgani uchun ming bor shukr qilib indamadi. Mimoza esa uyalib o'tirmadi. Yugurib borib Astani mahkam quchoqlab oldi. Bechora qiz bo'lajak kuyovidan ayrilib qolaman deb rosa qo'rqqan ekanda. Sehrli qirol Julius esa kapitan Fuegoleonning ahvolini ko'rib, qattiq afsuslandi. Hisob-kitobda adashibman. Dushman men o'ylagandan ayyorroq ekan. Ritsarlar esa kapitanning bo'ynidagi qimmatbaho marjon g'oyib bo'libdi. Demak, hamma balo shunda ekanda. Dushmanlar shunchaki dushman emas, ular bizning qirollikni yo'q qilishga qasam ichgan ashaddiy yovuzlar ekan. Lekin Juliusning ichki sezgisi, "Bu ishda yana bir gap bor", deyapti. Bazadagi tosh lavhadagi teshiklar va Fuegoleonning marjoni, bular bir-biriga tushadigan puzzle bo'laklarga o'xshaydi. Agar o'sha toshdagi hamma teshiklar to'lsa, nima bo'ladi? Balki aynan shu marjon uchun kapitanni nishonga olishgandir, yoki yarim tun quyoshi Fuegoleonning aqli va kuchidan qo'rqib uni yo'ldan olib tashladimi? Julius aslida bu voqealarni yashirincha
tekshirib yurgan edi, lekin qo'lida aniq dalil yo'q edi. Endi esa dushmanning kuchi va rejasi u o'ylagandan ham xavfliroq ekanligini tushundi. Hozircha poytaxtda qolganim ma'qul. Qo'lga tushganlarni keyinroq suhbatga tortamiz, deb qaror qildi. Julius barcha ritsarlarga qarata qirollik tinchligi uchun bor kuchingiz bilan kurashing, deb buyruq berdi. Hamma xo'p bo'ladi deb turganda, kapitan Nozel indamay jahl bilan burilib ketib qoldi. Asta hayron, nega ketib qoldi deb Julius tushuntirdi. Uning azaliy raqibi Fuegoleon to'shakka mixlanib qoldi. Nozelning g'ururi bunga chidolmayapti. U qasos olishga qasam ichdi. Boshqalar esa o'zini juda ojiz his qilishyapti. Shu payt Leo o'rnidan turib ketdi. Hali yarasi bitmagan bo'lsa ham, u Astaga qarab, ikkovimiz ham o'limdan qoldik. Demak, bundan ham kuchliroq bo'lishimiz shart, dedi. Leo ko'zlarida olov bilan qasam ichdi. Men akamdan ham o'tib ketaman va sehrli qurol bo'laman. Sen mening raqibimsan, Asta. Va so'zining isbot sifatida xuddi akasiga o'xshab, peshonasiga olovli belgi chizib oldi. Mana buni erkak deydi. Leoning aytishicha, bu peshonasidagi belgi shunchaki tatuirovka emas. Bu o'z chegarasidan chiqish va sehrli qurol bo'lish qasami. Asta uning gapiga tushunmasa ham, gap yo'q, sen haqiqiy erkaksan, men uchun munosib raqibsan, deb maqtab qo'ydi. Lekin oxirida, aytgancha, isming nima edi og'ayni, deb qovun tushirdi. Hamma kulib yubordi. Bu Asta odam bo'lmaydi o'zi. Sehrli qirol esa jiddiy xulosa qildi. Bu shunchaki hujum emas. Bu bizning qirollikka qarshi urush. U xalqni tinchlantirish uchun oxirgacha kurashishga va'da berdi. Lekin bir muammo bor. Himoya devorini ushlab turgan sehrgarlar qayerga g'oyib bo'ldi? Ular dushmanga yem bo'ldimi yoki bizni sotishdimi? Bu ma'lumot maxfiy, lekin Julius sezib turibdi. Poytaxtda sotqinlar bor. So'roqxonasida esa Marks bechora terlab pishib harakat qilyapti. Lekin anavi ikkita asirning og'zini ochib bo'lmayapti. Himoya sehri juda kuchli. Ketrin xola, xo'jayinim mening nurim, u bizning xaloskorimiz, deb xuddi fanatdek gapiryapti. Chandiqli ham xo'jayin bizni qutqaradi, men uni sotmayman, deb qasam ichdi. Qolganlar bu dushmanning boshlig'i qanchalik kuchli va xarizmatik bo'lsa, qo'l ostidagilar unga jonni berishga tayyor. Marksning fikricha, aynan o'sha sirli boshliq kapitan Fuegoleonni yenggan bo'lishi mumkin. Julius esa kapitan uyg'onmaguncha aniq bir narsa deyish qiyin, deb kutishga qaror qildi. Nargi tomonda Redis yuzdagi jarohatdan dodlayapti. Asta, seni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman, yuzimni buzuq qilding, deb alamda yonyapti. Lekin Sally unga, o'chir ovozingni, Asta menga tirik kerak, u mening tajriba quyoncham bo'ladi, deb Redisni joyiga o'tkazib qo'ydi. Redis og'riqdan ingrayapti. Sally esa parvo ham qilmayapti. Xavotir olmanglar, men Astadan kichkina suvenir namuna olib qoldim. Endi uni laboratoriyamda mazza qilib o'rganaman, deb ilmiy ishini boshlab yubordi. Jinni olimi Valtas o'zicha aqllilik qilyapti. Ketrin va George og'ziga talqon solib bo'ladi, sotmaydi, deb. Lekin unutmang, katta xo'jayinga buning farqi yo'q. Asosiysi ular tirik bo'lsa bas, qutqarib olamiz, deyapti. Qolganlar xo'jayinning qo'li qonayapti. Qochayotganda Juliusdan bitta esdalik sovg'a olibdi-da. U Juliusning kuchiga tan berib, bu odam emas, maxluq ekan deb og'riqdan ingrayapti. Lekin baribir taslim bo'lmaydi. Men kuchayaman, baribir seni yo'q qilaman, deb g'ordagi hamma yugurdaklariga va'da berdi. Yonja qirolligini kulni ko'kka sovurib, o'zimizning yangi davlatimizni quramiz, deb katta gapiryapti. Bu paytda esa Asta boyaga qutqargan qizchasi bilan ko'rishib qoldi. Qizcha unga rahmat aka deb bir savat shirin kulchalar sovg'a qildi. Voy qanday shirin-a, lekin qayerda ovqat bo'lsa o'sha yerda charmi paydo bo'ladi. Bir tishlab ko'raychi, deb darrov savatga yopishdi. Qaranga, Astaga atalgan sovg'ani o'zining mulkidek, Astaning o'ziga va Noelliga mehmon bo'linglar deb ulashyapti. Ikkalasi hayron. Bu qizcha yosh bo'lsa ham zo'r pishirar ekan-ku, deb mazza qilishdi. Charmi bugun juda xursand, chunki o'zining shahzodasini topdi. Noelli undan, poytaxtga qanday kirding, deb so'rasa, Charmi poytaxtga o'ranib, kichrayib, Astaning shlyapasiga yashirinib olganini ko'rsatib berdi. Noelli shokda. Bu qizning kuchi hazilakam emas-ku, deb qoldi. Shu payt Asta uzoqdan Yunoni ko'rib qo'l siltadi. Mimoza ham xursand bo'lib javob qaytardi. Klaus esa tirikmisan tentak, deb odatdagidek so'rashdi. Lekin Astaning dardi boshqa. Eshitishimcha, sen dushmanni terlamasdan yengibsan-a, deb Yunoga gapira boshladi. Charmi o'zining sevgisini ko'rib darrov paydo bo'ldi. Voy, bu Astaning tanishimi, deb hayron. Yuno esa Astaning gapiga chida olmay kitobini ochdi-yu, shamoldan qush yasab Astaga qarata botib yubordi. Asta chaqqonlik qilib, uni qilich bilan kesib tashladi. Yuno sal o'ylanib qoldi. Sal oshirib yubordim shekilli. Agar ulgurmaganda Noelli ikkalasi tamom bo'lardi. Shamol qoldiqlari havoda ko'rishguncha pakana degan yozuvni hosil qildi. Asta tutab ketdi. Nima? Pakana dedingmi? Pastga tush, erkakcha gaplashamiz, deb baqirdi. Lekin Yuno parvo ham qilmay ketib qoldi. Charmi esa bu shamol sevgi shamoli, deb o'zicha romantika qilyapti. Klaus esa hayron. Yunoning kuchi bunchalik tez o'sishiga nima sabab bo'ldi ekan-a? Xo'sh, tayyormisiz? Sensei yana safda. Endi esa tezlikni yanada oshiramiz. Bir haftada ikkita videorolik. Birinchisi kutilmagan, ikkinchisi aynan siz so'ragan. Like va podpiska, Senseidan esa yangi videorolik.